darsimiz ona tili darsimizda hozir berilgan vazifalarni bajarib bo'ldik. Endi sizlar bilan interfaol metodlar orqali ona tili darsimizni mustahkamlab o'tamiz. Bu yerda shaxmat taxtasi va mashq degan metodimiz, keyingi metodimiz unli harflarni tashlab qo'yib, unli harflarni o'rniga qo'yib so'z topish hamda ona tilini matematikaga bog'lab o'tgan holda mustahkamlab o'tamiz sonlar orqali. Yaxshi bolajonlar, shaxmat taxtasi mashqiga kim chiqadi? Qani Ruxsora. Bu yerda bir marta tushuntirib o'taman. Vertikal, gorizontal holda joylashgan harflarimiz, raqamlarimiz bor. Birinchi qatorda joylashgan so'zimizni topishimiz kerak. Birinchi qatorda B'ning 3-qatordagini topamiz. Birinchisi A. Yaxshi bolajon. T'ning 2-qatori R. A'ning 4-qatori Ch. A'ning 4-qatoriga qaysi harfimiz ekan? Ch. Ch. B'ning 3-qatori A. Yaxshi. Qanday so'z kelib chiqdi? Archa. Archa so'zi kelib chiqdi. Ofarin bolajon. Qarsa chop qo'yamiz. Archa so'zida nechta unli harfimiz bor, nechta undosh harfimiz bor? Archada 2ta unli harf bor. Unlilar deb nimaga aytiladi? Unlilar deb og'zimizdagi talaffuzimiz, masalan, tilimiz tegadi. A joyimiz tomog'imizdan qirilmasdan unli harflarni aytganimizda tuzga uchramaydi harflar. Masalan, A harfi. D deganda tilimiz tarmayimizga tegadi. Yaxshi, ofarin bolajon. Matematika faniga bog'langan holda o'tamiz. Bugungi matematikadan o'tgan mavzumiz qaysi mavzu edi? Yaxli sonlar. Yaxli sonlar qaysi sonimiz bilan tugar ekan? Masalan, 50, 60, 70, 80, 90. Yaxshi bolajonlar, yaxshi. Ana endi mustahkamlab olgan holda sonlarimizni o'nlik va birliklarini topib olamiz. Qani menga 5 o'nligimiz, 7 birligimiz chiqsin. 5 o'nligimiz, 7 necha soni hosil bo'ldi? 57. Qancha chop qo'yamiz? Ofarin bolajonlar. 57 sonimizga nechta o'nlik bor? Nechta birlik bor? 7. Yaxshi. Turib olamiz joyimizda. Sal qiyinlashgan holda o'tamiz. Bitta yuzligimiz, 6 ta o'nligimiz, 9 ta birligimiz kerak. Nechi bo'ldi? 169. Buning ichida nechta birligimiz bor ekan? 9 ta. Nechta o'nligimiz bor? 6 ta. Nechta yuzligimiz bor? Bitta yuzligimiz bor. Necha soni hosil bo'ldi? 160. Yaxshi. Qancha chop qo'yamiz? Yaxshi bolajonlar, ko'rib olamiz. Ana endi yaxli son bilan tugagan sonimizni topamiz. 8 ta o'nligimiz kerak. Nolimiz kerak. Necha bo'ladi? 8. Bu necha soni? 8. Yaxli sonimizga misol bo'ladi. Ofarin bolajonlar, qancha chop qo'yamiz? Ana endi bugungi darsimizni mustahkamlab olish uchun unli harflarni tushirib qoldirgan holda so'zlarimizni topishimiz kerak. Qani kimlar so'zlar aytadi? Qani Sevinch, marhamat. So'z tuzdingmi qizim? Kel. Qani kim topadi? Kim? Mushtari. Qani Sevinch tuzgan so'zlarni qani topguncha unlilarni tashlab o'tgan. To'g'rimi? Qani? Xo'p, to'g'rimi? Qancha chop qo'yamiz? Ya'ni bu so'zimiz mana bu yerga nuqta qo'yib qo'ysak qizimiz, qor degan so'z kelib chiqadi. Ofarin, yopishtirib qo'yamiz. O'tiramiz. Keyingi qizimiz kim chiqadi? Asilaxon so'z topgan. Buni unli harflarni tashlab
ketgan. Sizlar uni unli harflarni joyiga qo'yib, joylashtirishimiz kerak. Qani Muhammad Ali chiqsin. Chaqaroq, qani so'zimizni beramiz. Gullar. To'g'rilab joy-joyiga qo'ying. Gulzar. Gulzor. Ozgina qiynalib bolajonimiz. Mana bu yerda sen G'dan keyin nuqta qo'yib, L'dan keyin nuqta qo'ysang osonroq bo'lar edi. Tushunarlimi qizim? O'tiramiz. Qani yana kim topgan? Mubina, chiqamiz. Chiqamiz bunga. Shabnam. Qani ulilarni topib joyiga qo'yingchi. Shaxmat. Shaxmat, ofarin. Mana bolajonlar, mana bunday tutsak osonroq bo'ladi. Shdan keyin nuqta qo'yib, ulilarni tashab ketsak, birdaniga qo'shib yozmanglar. O'rtoqlaringizni qiynab qo'yapsizlar. Ulli harflarni joyiga qo'yilgan. Ofarin, qasaya qo'y. Chalamiz. Bolajonlar, o'tirib olamiz. Bugungi interfaol metodlardan samarali foydalaندikmi? Tushundinglarmi? Shaxmat taxtasi mashqini, ulli harflar tushib qolganini, so'zlarni joyiga to'liq qilib joylashtirdikmi? Yaxshi bolajonlar, ofarin.